o'zimni oldimga urib bo'lsam, banditlar titiklab topib qolishsa, o'lishim aniq. Shundoq ham bugun erta taqdirim hal bo'ladiganga o'xshab turibdi. Shuning uchun ham mayli, qurollar o'rab qolsin. Qora kunga agarda o'zimga sher topib olsam va bu yerdan qochish vaqti kelsa, ana shunda ishlataman. Lekin ungacha kalitni olish kerak va quti agar topib olsa ham, mana shu quti bu yerda Abman kontrolda bo'ladi. Tak, mana bu yerga endi Autinani qaytarib qo'yamiz o'rgimchak turlarni hammasi o'zidek ko'rinishi uchun va bir ikkita magazinlarni qo'yamiz. Xuddiki rostdan mana shu xazinadek, zo'r bo'ladi. Ajoyib endi qo'yish kerak bo'ldi. O'ylaymanki o'sha oilaniki bo'lsa kerak va kimligingizni bilmadim, lekin rahmat, mening sizlardan merosxo'rlaringiz va qurollar menga bo'ldi. Sizlarga va'da beraman. Vaqtni yaxshi maqsadda ishlataman. Jin Nursin, kechqurun tushib qoldim. Men esa birorta foydali narsa yo'q, qancha o'ylarni tiklab chiqdim, lekin omadsizlik ketidan omadsizlik taqinida zombilar turibdi. Bu degani esa yaqin atrofda odamlar bo'lgan va ehtiyot bo'lish kerak. Banditlar bo'lsa albatta meni o'ldirishmaydi. Hech bo'lmasa narsalarni berib turganim uchun, lekin bugun narsalar bera olmasligim aniq va bu uyga menimcha kirmagandim. Xo'sh, zombilar shu yerda turibdi, lekin qayerdan chiqib kelishdi ekan? Shu uydan bo'lsa kerak. Bu yerda deraza singani ko'rinib turibdi. Atrofda esa boshqa bino. Okey, mayli, jangga kirish vaqti. Chunki o'lib ketishni istamayman bu yerda. Bo'ldi, minus davay, kelinglar. Zombilarni o'ziga hali ham ko'nika olmayapman. Nima sizlarga? Davay, kelinglar. O'ylar hammangiz tushgan ursin. Sekin. Mana qanday bo'lib borsam zo'r bo'lardi. Hammasini birin-ketin o'ldirib tashlardim, lekin sekin. Va shurda yo'q. Bo'ldi. Endi zombilarning ovozi chiqmay qoldi. Bu yaxshi. Endi esa mana ichkariroqqa kirish kerak. Nima kechmasa shu yerda foydali narsalarni topa olaman. Bu yerda shkafning ichi bo'sh, narsa. Okey. Hamma davay sekin. Ichkarida to'pponcha bilan chunki avtomobil noqulay bo'ladi. Xo'sh, bu yerda ham hech narsa yo'q, hammasi bo'sh. Sekin zombilarning ovozi. Xo'sh. Okey, skeletlar, ancha-muncha skeletlar, bu yer bo'sh. Chirigan kolbasa, aynib qolgan shkurva va bu yerlarim bo'shga o'xshayapti. Jin ursin. Wow, hotlanch gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu yomon emas. Yaxshi, endi hech bo'lmasa qornim och qolmaydi. Hotlanch albatta chirib ketgan bo'lishi mumkin, lekin paketda menimcha hech narsa qolmasa kerak, ayniqsa falgadan bo'lsa. Mayli, bo'ldi. Endi esa qolgan zombilarni o'ldirish kerak, lekin ular qayerdaligini bilmayman. Bu yerda Chinursin eshik yopiq. Okey, mayli, nima ham qilardim, iloji yo'q. Mana birga tushib to'g'ri keladi. Yo'q, bu yerda qayerdan teshik paydo bo'ldi? Zombilarning ovozi shu yerdan kelyapti. Chinursin bularni ko'pga o'xshayapti takda. Sekin minus bo'ldi. Yana bormi yo'q. Lekin qanaqadir o'yinchoqlar, nogironlik aravachasi, mana buni topilma desa bo'ladi. Mana shularni berishim mumkin banditlarga. Buni olish kerak. Hatto banditlarga berishni o'rniga pulga almashsam ham bo'ladi. Keyin esa bug'doylarni banditga beraman, pulga esa ovqat sotib olaman. Ajoyib biznes reja. Mana shunday qilib banditlarni ozgina bo'lsa ham aldashim mumkin bo'ladi. Mana bu chiroqlar ham kerak bo'ladi, chunki ko'rinishi juda ham yaxshi va ko'rinib turibdiki, yaxshi saqlanib qolgan. Agarda taksiga ishlasa, undan ham zo'r bo'lardi. Nima yonar ekan? Tushunursin. Qo'yil, qaniki